Doktor bu, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Juda ko'pchilik tanigan Ahmadjon aka. Sog'lommisiz? Rahmat. Bayram kayfiyati qanday? Zo'r, a'lo. Samarqandliklarimizga, elimizga, yurtimizdagi kuzatuvchilarimizga bayram tabrigingizz. Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. Bugun mana 18-oktyabr Samarqand shahar kuni. Butun tibbiyot xodimlari nomidan, shaharda ishlaydigan 5400 dan ziyod tibbiyot xodimlari nomidan hammaga sog'lik, a'lo kayfiyat tilab qolamiz. Samarqand yer yuzining sayqali bo'lgan doimo, mana oxirgi yillarda juda gullab yashnayapti. Bundan ham yaxshi bo'lsin iloyim. Juda katta tadbirlar rejalashtirilyapti. Bu tadbirlarning Samarqandda rejalashtirilgan bejizga emas. Chunki Samarqand azaldan bu bir eng bir buyuk insonlar, buyuk avlodlarni yetkazib chiqqan zamin hisoblanadi. Shular qatorida aka sizga ham ishlaringizga muvaffaqiyat, ijodingizga ko'z tegmasin, o'zingizga yarasha alohida yo'nalish bor. Milliylikni targ'ib qilasiz. Bu eng bir asosiy davlatimizning siyosatlaridan bittasi shu hisoblanadi. Doimo sog' omon bo'linglar, oilalaringiz tinch bo'lsin. Rahmat. Bayram muborak bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin.